agarda siz loy-lombozdan voz kechmayman deb o'zingiz fikringizda qat'iy turib olsangiz, mana sizga eng oson va oddiy yechimi. Loy-lombozni tagidan mana shunaqa penoplast tashlab yuborsangiz, shu tashlangan 5 sm pokangiz ustiga tashlangan 20 sm loy-lombozingizdan ko'ra yaxshiroq effekt beradi. Oka, siz agarda polistirol lomboz qilganingizda edi, mana shu joyingizda eng kamida 7 sm bilan shu loy-lombozga yetkazilgan xarajat, oddiy qilib aytganda shuni xarajati 50 ming so'm ustani o'ziga beradi. Shuni o'ziga aka quyib bo'lgan bo'lardi 7 sm pokaga masani. Xullas aka, biz tayyorlab berayotgan bu polistirol lombozlarimizdan afzalligi shundaki, besi juda ham yengil, issiq suvni o'tkazmaydi. Eng asosiysi aka, narxiga loy-lombozdan ham arzon tushadi. Sizga issiq suvni ushlasa, yengil bo'lsa, narxi arzon bo'lsa va sifati oliy bo'lsa, shuni o'ziga yetarli emasmi? Agar shuni o'ziga yetarli bo'lsa, mana shu profiliga o'tib, shunday videolarni ko'rib olasiz. Qanaqa tayyorlanish va klientdan olingan otizlarni videoga like tugmasini bosib qo'yasiz, chunki shu video ko'pchilik yetib